Expect a clean and fair fight. Listen at all times to my commands and protect yourself at all times. Any question? No? Good luck. Bo'y borasida biroz ustunlik. Ladies and gentlemen, for the final time of the evening, our fighters are ready, our judges are ready. Tashkent Tayyor Massive! Demak, birinchi raund boshlanish arafasida bilasiz Murodjon Ahmadaliyev Namangan viloyatining Chust shahrida tavallud topgan, murabbiylarini boks sifatida albatta Toshkent viloyatida Chirchiq Olimpiya zaxiralar kollejida kamal topgan. Oldinga boryapti. Raund boshidanoq. Darhol masofani qisqartirgan holda ta'qibni davom ettiryapti. Tanaga zarba. Murodjon Ahmadaliyevning eng kuchli jihatlaridan biri bu kuchli zarba sohibi ekanligida. Havaskor boksda ham raqiblarini knockdown holatlariga, knockout holatlariga tushira olgan va eng o'sha havaskor boksda esda qolarlisi Qatardagi jahon chempionatida Michael Conlan bilan adashmasam final jangi edi. Garchi knockdown holatlariga tushirgan bo'lsa-da, g'alabani Irlandiya vakiliga bergan edi. Va uni professional boksda ham ajoyib natijalar qayd etganidan xabaringiz bor. Qisqa fursatda, qisqa vaqtda u ikki yo'nalish chempionlik kamarini qo'lga kirita olgan edi. Burchakka qisib olyapti. Murodjon zarbalar bilan davom ettiryapti hujumni. Moskvada qarshi zarbalarda o'z omadini sinab ko'ryapti. Lekin ishonch bilan yo'llayotgani yo'q zarbani. Unchaki chalg'ituvchi zarbalar. Qarshisida qanday raqib turganini u ham yaxshi his qilyapti. Albatta o'z vazni uchun hozir muxlislar ham qo'llab-quvvatlashyapti hamyurtimizni. O'z vazni uchun Murodjonda juda ham og'ir zarba bor va buni raqiblar yaxshi bilishadi. Shu sababdan ham Moskvada ham ehtiyotkorlik bilan ikkinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti. Iloji boricha qarshi hujumdan harakat qilyapti. Yaxshi. Chapaqay. Murodjon Ahmadaliyev yaxshi bilasiz. Asosiy zarbani chap qo'lda yo'llaydi. Moskvada o'sha karyerasida bitta mag'lubiyatga imzo chekkan bo'lsa, o'sha ham hakamlar qarori orqali bo'lgan, ya'ni muddatdan avval hozirgacha mag'lub bo'lmagan. Balki bu an'anaga bugun chek qo'yilar. Bo'lishi mumkin, chunki Murodjon Ahmadaliyev bilan to'qnash kelganda ko'pchilik mana shu an'anasiga chek qo'yishiga to'g'ri kelgan. Shu tariqa birinchi raund nihoyalanyapti, qadrli do'stlar. Matiyas kerakli ko'rsatmalarni beryapti Ahmadaliyevga. Chust shahridan ham bir qator ajoyib bokschilar yetishib chiqqan. Bu borada ushbu raund yakunlangandan keyin to'xtalib o'tamiz do'stlar. Yana darhol ring markazini egalladi Ahmadaliyev.
Ushbu kartdagi ikkinchi venesuelalik jangchi, birinchisi Lazbek Mullajonov bilan jang qilgandi. Garsiya. Garsiya, lekin Garsiyadan anchagina yaxshiroq Moskvada. Qo'l yon tomonga yo'llangan zarba biroz yelka qismiga tegdi. Aniq emas. Darhol pozitsiyani o'zgartiryapti Moskvada. Bilyapti, katta xavf yaqinlashyapti. Ya'ni chap qo'lini tayyorlayapti. Madaliyev Yaxshi zarbalar bilan oldinga boryapti Murodjon. chap qo'l to'g'ri yo'llangan zarba aniq. Madaliyev davom etamiz do'stlar. O'ng qo'l, cross. Navbatdagisini qo'shib yuboryapti. Taxmin qilib ko'ring endi Maribxo'ja. Yana Hozircha taxmin qilgim kelmayapti. Tomoshabinlar ushbu jangni uzoq kutdi-da. Oldinga boryapti, ta'qibni davom ettiryapti Murodjon. Lekin himoya yomon emas Moskvada. Bo'yidagi ustunlik ishlamayapti. himoyalanish uchun yo'q, qo'l kelyapti. Ya'ni biroz bukilgan holda jigar qismini ham, tana qismini ham to'sa olyapti. Qarang, e'tibor bering. O'sha distansiyani saqlay olmayapti demoqchi edim. Ya'ni qo'l uzunligi, bo'y uzunligidan foydalana olmayapti. Va nihoyat qarshi zarbani ko'rdik Moskvadan. Moskvadan ko'rdik zarbani, lekin havoga ketdi. Murodjon tana qismiga va bosh qismiga yo'layapti. Seriyalar. So'nggi 10 soniya. Qo'yib ketdi bu yerda zarba. Albatta. Shu pallada ikkinchi raund ham o'z yakuniga yetyapti do'stlar. Eslatib o'tamiz, qadrli do'stlar, mazkur qarama-qarshilik ham 10 raund etib belgilangan. Oldinda esa 8 raund bor. Ha. Chust shahridan ham ajoyib bokschilar yetishib chiqqan deb fikrimni davom ettira olmagandim. Mana yorqin namoyandalardan biri Murodjon Ahmadaliyev. Undan avval esa havaskor boksda bir qator salmoqli natijalar qayd etgan Timur Suleymanovni eslab o'tishimiz mumkin. Hozirda Amerikada istiqomat qiladi. Keyinchalik Ilhom Rahimov ajoyib yorqin porlab chiqqan edi. Afsuski Rahimov avtohalokat tufayli bu yorug' olamni tark etgan edi. Va shuningdek yana kimlarni ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Burgut Hojiboyev yomon harakat qilmagan. Bizda 3-raund boshlanib ketdi do'stlar. Endi bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin, biz esa jangga qaytamiz. Darhol kuchli zarbalar yo'lladi Ahmadaliyev, lekin himoya mustahkam hozircha Moskvada. Mana shu zarbalar himoyaga tegayotgan bo'lsa ham ishonchim komil, zarbani kuchini baribir his qilyapti. Albatta talofat yetkazadi, to'g'ri. Chunki biz mana bu yerda ovozini, jarangdorligini eshitib turibmiz-da, bu zarba og'ir juda ham. Ring markazida kurash davom etadi. Navbatdagi seriya. Bir xil ustalik zarbani 2 marta berdi va 2 marta aniq shu jigar qismiga 3-zarba tegdi. Jigar qismi emas, chap tana qismiga. Yaxshi uppercut.
Moskvada ham jonlandi. Ehtiyotkorlik qilyapti. Moskvada baribir oldinga borgani yo'q. Ana qismiga ham qo'shyapti. Murodjon hujumga o'tganda Moskvada chuqur himoyaga o'tib olyapti. Mana zarbalar almashinuvi har ikkisi tanaga yo'lladi. Mana endi sekin taqibni davom ettiryapti. Mana zarbalar Moskvada. Berkot biroz imkon beryapti ochilishiga. Madaliyev Arena esa vakilimizni qo'llab-quvvatlamoqda. Yaxshi zarba Moskvadan. Oldinga boryapti u. Endi qo'shdi. Ana qismiga og'ir zarba. Moskvada anchagina raundning ikkinchi yarmida bir qator kuchli zarbalar yo'llay oldi. Xotirjamlikka berilish kerak emas. Mana bunday zarbalardan ehtiyot bo'lish kerak. Murodjon nazarimda Moskvada qo'shishni boshladi endi. Tempni oshirishni boshladi. O'sha bundan avvalgi jangda Abdumalik Kalokov bilan gaplashganimizda aytishgandi, shu birinchi raund, ikkinchi raundlar razvedka bo'ladi deb. Menimcha razvedka tugadi. Demak, 1 daqiqalik tanaffus nihoyasiga yetyapti. Referi jangchilarni o'rtaga chorlayapti. Davom etamiz. Yaxshi seriya bilan boshlayapti Murodjon. albatta. Tuta oldi mana o'zining o'sha kuchli zarbasini, tashrif qog'oziga aylangan zarbani o'tkaza olyapti Murodjon. O'ziga kelib olyapti. Lekin aniq emas. Hozir Murodjon sinab ko'radi buni. O'ziga kelganmi yoki yo'q. To'la o'ziga kela olgani yo'q. Bosimni jiddiy ravishda amalga oshiryapti Murodjon. Seriyalar ketma-ket zarbalar klinchga intilyapti albatta qiyin vaziyatda hozir Moskvada. Biroz shu kerak emas-da. Referi aralashishi. Menimcha bosimni baribir davom ettirsa kerak. Mana ketma-ketlik seriyalar davom etadi Murodjon. Yana bir tanaga zarba o'tkaza olyapti. Lekin juda katta kuch sarflayapti baribir. Chiqib ketdi biroz vaziyatdan Moskvada. Yana bir tanaga zarba kuchli bosh qismiga qo'shib yubordi. Seriyalar ehtiyot bo'lish kerak. Counter punchdan ehtiyot bo'lish kerak. Bu raundda vaqt hali yetarlicha 1 daqiqa oldinda kutib turibdi. Murodjonda katta ustunlik ushbu raundda. Chap zarbasi.
Bu safar 10 qo'l bilan tutib olyapti. Nokaut do'stlar, nokaut. Oldingi raund shunchaki tuzoq ekan, ha? Oldingi raundni so'nggi pallasda Moskvadagi imkon bergan edi zarbalar yo'llashga. Ochilishini kutgan ekan. Moskvada norozi ham bo'lyapti hozir referining qaroridan. Murodjon Ahmadaliyevdan o'yin. Bu raqs tango deyiladimi? Farruh hoji? Shunaqa. Albatta ajoyib g'alaba. Tabriklaymiz barchani, Murodjonning yaqinlarini, murabbiylarini va o'zbekistonlik barcha ixlosmandlarni. Unga hozir tango o'ynaydimi, boshqa millat raqsini o'ynaydimi, yarashadi hozir. Jonim, xalqim sizlar uchun. Takroriy lavhada namoyish etishyapti bizga shu nokaut bo'lgan vaziyatni. Bu menimcha knockdown edi. Nokaut 10 qo'l bilan bo'ldi, yanglishmasam. Mana shu 10 qo'l zarbasi jangga yakun yasadi. Ikkala qo'ldan ham og'ir talofat ko'rdi Moskvada va bugun karyerasidagi ikkinchi mag'lubiyatga imzo chekishga majbur Va muddatidan oldin. to'g'ri. Birinchi muddatdan avvalgi mag'lubiyat u uchun. Can I tell the truth? If I was doing this for you, then I have nothing left to prove. Nah, this for me though. I'm just trying to stay alive and take care of my people. And they don't have no award for that. Trophies. And they don't have no award for that. Shit don't come with trophies. Ain't no envelopes to open. I just do it because I'm supposed to. Demak, rasmiy jang g'olibi e'lon qilib berish uchun jangchilar tayyorgarlik ko'rishmoqda va hammasi deyarli tayyor. Ha do'stlar, ajoyib qaytish Murodjon Ahmadaliyevdan va umid qilamiz ehtimol ushbu vaznda faoliyatini davom ettiradi. And they don't have no award for that. Trophies. Onlaring bilan, xalqimni duosi bilan, ota-onamning duosi bilan alhamdulillah g'alaba qozondi. MJ Uzbek Power coming inshallah. Let's go champ. Let's go. Let's go. Demak, jangchilar o'rtaga taklif etilishmoqda va hozir bizga jang g'olibi rasman e'lon qilib beriladi. Ladies and
and gentlemen, that was your main event of the evening, proudly presented by Raids Boxing. Your main event of the evening was proudly sponsored by 7 Saber, 1xBet, and Cheers. And now for your official judge's decision. This bout was sanctioned for 10 3-minute rounds of action in a men's featherweight division. However, referee Jurgen Langos called an early stoppage at 2 minutes and 13 seconds in round number 4, declaring your winner by TKO. He's Uzbekistan, Murodjon MJ Ahmad Aliyev. Texnik nokaut bilan Murodjon Ahmadaliyev ushbu jangda g'alaba qozonyapti va mag'lubiyatli pog'onasini yopib, g'alabali pog'onaga kirib olyapti. Allohga shukr, MJ Uzbek Power qaytdi. Hammalaringga katta rahmat. Hali ishonchinglarni qoldiraman. Xudo xohlasa inshaalloh. O'zimni sponsorlarimga kattakon rahmat deyman.